Ba'zilar uni ta'mini ham bilmas edi. Bilmasdi. Milliard dollarlik Red Bull brendi aslida axlatxonadan boshlanganini bilarmidingiz? Red Bull bozorda mutlaqo yangi narsa edi. Odamlar uni hattoki ta'mini ham bilmasdi. Ba'zilar uni dori deb ham o'ylashgan. Narxlari kolanikidan 2 barobar bo'lgan. Kompaniyaning an'anaviy televizor reklamalariga mablag'i ham yo'q edi. Shunda Red Bull marketing jamoasi noodatiy yo'l tutishdi. Ular tungi klublar, mashhur barlar va yoshlar ko'p yig'iladigan joylarni tanlab olishib, ular yonidagi axlat qutilariga Red Bullning bo'sh bankalarini to'ldirib tashashdi. Shuningdek, ular bo'sh bankalarni klublarning hojatxonalari va barlarning ustiga tasodifan qo'yib ketganday qoldirib ketishdi. Shunda ertalab klubdan chiqayotganlar yoki kechasi klubga kelayotgan odamlar axlat qutilarida faqatgina bitta ichimlikning Red Bullning bo'sh idishlarini ko'rishardi. Bu tabiiyki odamlar orasida ommaviylik illyuziyasini yaratdi. Odamlar brendni reklama orqali emas, balki boshqalarning tanlovi sifatida, hattoki o'sha boshqalar xayoliy bo'lsa ham qabul qilishdi. Shuna qilib Red Bull axlatdan milliardlar yasadi.